yaxshimisizlar? Keyingi obyektimiz maktabda Yevrozavod uстановка qilish jarayoni ketyapti. Yevrozavodlarimiz bularga ahamiyat bermaysizlar, terlagan tirnoq chiqamiz zavodlarimiz. Boshqa zavodlar bilan hozir o'zimiz zavodni farqini ko'rsatib beraman. Mana bu tarafda boshqa zavodlar uстановка qilingan, hozir u bilan sifatini ko'ramiz. Buni tagiga fundament qo'yiladi. Yaltillab, quyosh chiqsa agar yana yaltillaydi. Nari yoqda bizdan ustalar ishlayapti. Uстановка jarayoni ketyapti. Nimada berdi? Yana bitta boshqa ishxonamiz zavodlari. Sifatini bemalol ko'rishlaringiz mumkin. Mana yorilgan yorug'lari ko'p. Mana bu tomonda yana bu yerda boshqa firmani zavod uстановка qilib ketgan zavodlari. Marhamat. Mana bu o'zlaringiz baho berasizlar endi. Bu boshqa firmaniki. Buni boshqa kishi qilgan. Bu bo'lmagan yaxshiroq. To'g'risini aytish kerak, bo'lmagan yaxshiroq, faqat yorug'lari ko'proq ekan buni. Yorug'lari ko'proq ekan, salgina. Mana bunaqa joylari bilinib qolibdi. Setkalari chiqib. Hozir endi o'zimizni sifatini ko'rsataman, o'zimiz zavodimizning oldiga borib o'zimiz sifatini ko'rsataman. Bunisi lekin juda baland ekan, endi kim o'rnatgan buni bilmadim. Mana bu zavod. Tepadagi boshqa firma, pastdagisi boshqa. Zavodlarimiz chang tushib qolgan ustiga e'tibor bermayapti. Tirnoq chiqadi. Taraf arkasi. Tirnoq chiqadi. Bu yoqlari ozgina terlagan, kecha yomg'ir yoqqanda atak sifatga o'zlaringiz baho berasizlar.